Assalomu alaykum YouTube qatnashchilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Endi bizlar sumalak tayyorlamoqchimiz. Bugun sizlarga sumalak uchun bug'doy undirish yoki bug'doy ko'kartirishni ko'rsatmoqchimiz. Endi o'zimiz ham albatta sumalak tayyorlaymiz. Buning uchun avval endi bizlar 4 kilogramm bug'doy oldik. Bug'doyimiz ham o'zimiz Lissabonda yashaymiz, lekin bug'doyimiz Buxorodan kelgan. Endi bug'doyni avval yaxshilab ichida boyagi begona o'tlarni urug'i bo'lishi mumkin, tosh bo'lishi mumkin ichida. Uni yaxshilab avval terib, qildan o'tkazasizlar. Keyin buni tozalabgina yuvib, 3 martami, 4 martami, necha marta bo'lsa ham shu toza bo'lguncha yaxshilab yuvasizlar bir kattagina bir laganchada. Keyin buni bir sutka suvni ichiga botirib qo'yasizlar. Botirib qo'yamiz endi. Hozir yuvamiz tozalab, ertagacha suvni ichida botirib qo'yamiz. Keyin xudo xohlasa bir yaxshigina bir nimada joyda, yana uni ko'rsataman albatta. Yoyishimizni yoyib, keyin 1 santimetr qalinlikda qilib yoyib, keyin uni albatta undiramiz yoki ko'kartiramiz. Keyin sumalakka tayyorlab boramiz har kun suv sepib. Har kungi jarayonlarni sizlarga ko'rsataman. Endi bizlar ham domda turamiz. Vatandan, O'zbekistondan chetga boshqa davlatlarda yashaydiganlar bor, ish bilan borganlar bor. Albatta o'shalar ham domda bo'lsa, bizlar mana hozir bu yerda bug'doyni undiramiz, keyin tashqarida bir bo'qda chiqamiz, tashqariroq bir joyda chiqamiz, bir nimada o'sha yerda qozon etib nima olib bir 4-5 ta ayollar bo'lib albatta sumalak tayyorlaymiz. Endi sizlar ham albatta ko'rib qo'ysalaring, tayyorlashni o'rgansalaring juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki begona yurtlarda baribir O'zbekistonda sumalaki bormi, halimi bormi, bizlarni o'zimizni nimalarimizni, udumlarimizni sog'inamiz. O'sha bir tatib ko'rgimiz keladi, bir bahorda bir havasimiz keladi. Shuning uchun albatta chetda yurganlar ko'rib qo'ysalaring, o'rganib qo'ysalaring, yana 4-5 ta dugonalar bo'lib bir didor g'animat qilib sumalak tayyorlaysizlar. Bizlar tayyorlash jarayonini hammasini sizlarga ko'rsatamiz. Bug'doyni ham keyin ko'kartirishni, bo'ynaga yoki undirishni sizlarga albatta yaxshilab tushuntirib sizlarga ko'rsatamiz. Albatta harakat qilinglar ko'rib borishga. Mana buni tozalabgina yuvdik. Endi buni laganchaga kattaroqgina mana idishga solib, suvni to'ldiribgina qo'ydik. Bu 24 soat suvni ichida albatta shunday turadi. Mana suv to'ldirib, tozalabgina yuvib, suvga botirib qo'ydik. Iloji bo'lsa ustini biror narsa bilan yopib qo'yamiz hozir. Ustini yopib qo'ysalaring yana yaxshi, usti ochiq ham turmasin uncha. Keyin erta xudo xolasa buni olib yoyamiz, yoyish jarayonini albatta sizlarga ko'rsatamiz. Mana bug'doyimiz ham bir sutka suvni ichiga turdi. Endi suvni buni bo'shatib, mana shu stolning ustiga, mana shu uyimiz endi ortiqcha hech kim kirmaydi. Bu nimalarni ham yopib, derazalarni ham mahkamlab yopib qorong'i qilamiz. Mana shu yerda yoyamiz. Mana bir eskiroq dasturxonimiz bordi, shuni yuvib tozalabgina bir dasturxonning ustida yoyamiz endi buni. Buni 1 santimetr qalinlikda yoyamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yo Alloh, yo peri ustozlar. Mana burası bug'doyni yaxshilab 1 santimetr qalinlikda yoyib oldik. Endi xudo xolasa kuniga 2 marta, sharoitga qarab 3 marta ham suv sepamiz xudo xolasa. Bir 4 kunga, 5 kunlarga tayyorlashimiz kerak. Bir kun shu o'rdiq kunida bo'ynaga sumalakni solamiz. Endi buni ustini yopibgina qo'yamiz. Yana bironta dasturxon olamiz, hozir ustini yopibgina qo'yamiz. Usti yopib tursa yaxshi namni saqlaydi. Dasturxonni namgina qilib yopsa yana yaxshi. Bug'doyni yoyganimizga 2 kun to'ldi. Oppoq, bodroqday bo'lib unib chiqibdi. Bugun 2-chi kun to'ldi. Bir kun o'tgan surat nimada ololmadik. Kuniga 3 mahaldan suv sepayapman. Suvni uncha ham sovuq emas, suvni salgina suvni ilitib sepayapman. Albatta suv sepishga juda ham ehtiyot bo'lasizlar.
Mana bug'doyimizni yoyganimizga bugun 3 kun to'ldi. Xudoy mehribon. Yana erta bir kun o'tsa tayyor bo'ladi. 5-kun Xudo xolasa sumalakni solamiz. Kuniga 3 mahal suvni uryapmiz. Suvni iliqqina qilib. Mana o'sibgina qoldi. Tomirlari ham yaxshi. Ertaga Xudo xolasa ko'rsatamiz. Tomir уже tomir oldi. 3 kunga tomirladi. Allah barakasını versinler Allah'ım. Mana bug'doylarimizdan 5 kun bo'ldi. 5 kunga tayyor bo'ldi. Yaxshigina o'sib chiqdi. Mana qanday oppoq. Bugun endi uzamasi Alloh mehribon. Bugun sumalak qilishni boshlaymiz. Mana endi baribir havo salqinroq bo'lsa 6-7 kun, 8 kungacha ham bo'lishi mumkin. Buni iliqqina suv sepib turdi. Endi 5 kunga tayyor bo'ldi. Agar suvingiz sovuq bo'lsa, havo salqin vaqt bo'lsa, to 8 kungacha ham bu boradi. Bu bug'doyimiz 3 kilogram, 4 kilogram mo'ljallagan edik. 1 kilogram shu yerni bug'doydan oldik. Mana bu ruskiy magazindan borib oldik. U alohida uni qo'ydik, u neshlamadi, u kurtak chiqarmadi. Keyin uni nima qilmadik? Bu 3 kilogram O'zbekistonning Buxoroning bug'doyi. Bu yaxshi, mana neshlar yaxshi undi, bu yaxshi o'sib chiqdi. Bu yerni bug'doyi, bu yerdan ruskiy magazindan oldik. Endi bilmadim, o'risnikimi yoki shu yerni bug'doyimi endi u. U lekin ko'karmadi. Endi bu 3 kilogram bug'doyimiz bor. Endi bu 1 kilogramiga 2,5 kilogram un uramizmi? Endi bug'doyga ham qaraysizlar-da, endi bug'doy ham har xil bo'ladi. Sumalak uchun bu qizil bug'doy bor, u sumalak qilardilar shu oldindan. Har qaysi bug'doy ham yaxshi shira bermaydi. Ba'zida oqroq bug'doylar uncha shirasi past bo'ladi, 2 kilogram urishlaring ham mumkin. Endi bug'doy farq qiladi. Oldin bug'doylar qip-qizil katta qizil bug'doylar bor edi. 4 kilogramgacha un urardik 1 kilogramiga. Endi hozir bug'doylar ham shirasi past bo'lgan ko'p bug'doylarni. Yangi bir sortli bug'doylar chiqdi. Endi hosildorligi yaxshi. Ba'zi bir afzalliklari bor-da, lekin shirasi ozroq past. Shuning uchun bu 3 kilogram uradiyotgan, 4 kilogram uradiyotgan deb unga uncha ishonmanglar. Shu 2,5 kilogram 1 kilosiga 2,5 kilogram un ursalaring bo'ladi, aralashtirsalaring. Mana impurshut. İlgili şirin şey. Böyle. Doymuyor. Bug'doylarni ham aparatdan o'tkazdik. Bir maydalar berdi. Bu aparat juda ham yaxshi ekan. Mesarubga o'qtirayotgan edik. Mana aparatdan o'tkazdik. Birinchi marta bu setkadan o'tkazdik, ikkinchi marta mana kichik setkadan o'tkazyapmiz. Mana birinchisi undan o'tkazyapmiz. Unisini ham ko'rsating, o'tkazganlarni. Shuni ham oling. İkincisiga mana bu kichik ko'zli setkadan o'tkazyapmiz. Juda ham yaxshi bo'ldi. Oson yo'li ekan, juda ham oson yo'li. Buxoro bug'doyi O'zbekiston, Lisabonda. O'zbekiston bug'doyi Lisabonda. Bugun sumalak qilamiz. Xudoyim mehribon, Allohim xohlasalar. Ajoyib, oson yo'li. Sizlar ham shu nima bilan qilsalaring juda ham yaxshi. Ham mayda o'tkazadi ekan. Bunga mesarubkadan 2 marta o'tkaz, 3 marta o'tkaz qilib yotardik. Bu 1 martaga ham bo'laveradi. 1 martaga butun nima ezib, maydalar sokini yaxshilab o'rib beryapti. Ana shu aparat sok qiladigan aparat juda ham yaxshi ekan.